Assalamu alaikum hörmətli Uyghur TV görülmənləri. Uyghur TV kanalımızdan söhbət proqramımızı görüşünlərlə qarşı alırıq. Həminlərə məlum olub duratqandək, hazır muhacirət yaşayatqan biz Uyghurlar, məyli Türkiyədə olsun, Avropa dövlətlərində olsun, yoki Ərəb dövlətlərində olsun, türkçəyə, Avropa tillərə və ərəbçəyə bək yüzlənib getdik. Bunun səbəbdən biz ana tilimiz bo'lgan Uyg'ur tilini muhacirətdə yaşayotganimizda qandaq qo'g'dab qala olamiz to'g'risida Zahida opamiz bilan suhbat elib boraylik deb bu yerga keldik. Assalomu alaykum Zahida. Va alaykum assalom. Alhamdulillah, Allohga shukr. Rahmat. Oldi bilan ekran ko'rilmalarimiz o'zingiz bir tanishib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq Uyg'ur xalqim. Allah'ın rahmeti, mağfireti hemimizge olsun. Allah'ın güzel salmetliği olsun. Qani Zahida edik, o'zingizning Uyg'ur tilini qanday saqlab qola olamiz bir anı bo'lib o'tganingizdan bizga ko'z qarashlaringizni bir deb bergan bo'lsangiz. Bizning ana tilimiz Uyg'ur tili, hemimizge ma'lum bo'lgandek. Bizning bu Uyg'ur tili hamda shundaq men o'zimga bu Uyg'ur tili ajoyib go'zal anlamda pek yaxshi ko'raman bu tilimni. Uyg'ur tilimiz jinimiz, jon tilimiz. Bu Uyg'ur tilini qanday saqlab qolaymiz, ana tilini qanday saqlab qola olamiz degan masalada men nim deyman, mening bu jihatda bekiliqi jiq so'zlab ketgidek bir saviyam yo'q menda, faqat ona bo'lish, farzand tarbiyalash bir ona bo'lish sifatim bilan o'zimningki azroq tajriba ko'rganlarim, o'tkazgan xatoliklarim, kamchiliklarim to'g'risida azroq so'zlab o'taman. Men muajiratda yashayotgan 15 yil bo'ldi. Biz yangi shu Turkiyaga kelgan vaqtimizda bizning 15 yillarni oldida bundaq ana til to'g'riliq darslar, kurslar hech yo'q demdi hech narsa. Men bu tilni farzandlarim bilan bu ana tilni saqlab qolishimga birdan-bir omil o'zimning uyda chuqum ana til bilan so'zlashdan iborat mushu ortiqchilikni yetildirib keldim. Men kelgan vaqt 15 yilda butunlay turklar bilan ishladim. Farzandlarim turk maktablarida o'qidi, Qur'on kurslarini turkcha. Bu meselede nait ko'nglim yerim bo'ladi, bolalar uyga kelib menga turkcha gap qilsa, ba'zan xafa bo'lgan bo'ldim, chechilgan bo'ldim, lekin bularning hammasi hamda ishga yaramaydi. Faqat bu mening ana bilish sifatim bilan bu mening ustimga mas'uliyat bo'lganligi uchun men cho'qim ana tilimni sap, hech qanday bir tilni aralashtirmagan holatda so'zlab bersam, cho'qim bolalarimning aqli shu qoladi, men mush orqali bolalarimning ana tilini saqlab qolaman degan bir maqsad bilan men mushuni o'zim izchillashtirib keldim. Meningki turmush hayotim, ishlagan yerim, farzandlarim, hammasi o'rtam, hammasi Türkler bilan munosabatim. Talağa chiqsak uyga qo'shni qo'lim birli Uyg'ur biz Fatihda yashadik. Unda bo'lganki mening uchun bu bek o'ng'ay to'xtamadi. Ana tilimni saqlab qolishim. Birdan-bir o'zimningki tirishchanligim deb o'ylayman. Buniga sal qarab qolmadim hech bir vaqtda. Uyga bolalar turkcha gap qilsa men Uyg'urcha javob qaytardim. Ba'zan bolalar chechilgan vaqtim bo'ldi, xafa bo'lgan vaqtim bo'ldi, lekin men buniga qattiq sabr qildim deb o'ylayman. Shu orqali men bolalarim mana 15 yil oldu biz chet elda yashayotgani, biz Uyg'ur tilini sap oldimizni saqlab qoldik deb o'ylayman. Undan keyin bolalar uy chaqliq bo'ldi degandek, yanilamamda ular shu hozirgacha mening o'ylaganimdek, mening maqsadimdagidek undaq Uyg'ur tilini, ya'ni uy kelgan vaqtida bir yerga kelgan vaqtimiz yana turkchani aralashtirib so'zlaydi. Endi bizlarga bir gap bor, turk xalqida bir gap borligi ziyanning nereden dönsen kar deb qo'ydi, shunga o'xshash. Mening kichik, ya'ni 9 yoshga kirgan bir qizim bor, Ayşe deb. Men endi mushu ziyanning o'rnini to'ldirish uchun bu yil cho'qim mush Uyg'ur tilida mush qizimning tilining safligini saqlab qolish, bu faqat mening bir shaxs, mening onliq bo'lish sifatim bilan emas, buni Uyg'ur tili faqat til emas, yozuvchilik, adabiyot, bizning bu tilimiz nihoyat bir mo'l bir boylik, bir boylik bizning tilimiz Uyg'ur tili. Men bunu azgın bir til bilan ifodalolmayman bizning Uyg'ur tilining boyligini, mo'lligini. Shuning uchun men bu yilgi planim cho'qim shu bir yaxshi bir muhitni tanlab qizimga mush Uyg'ur tilidan savodini chiqarib, yaxshi bir o'zim razog'idek, xalqim razog'idek, Alloh razog'idek shundaq bir nemga sharoitni yaratib beradigan maqsad bilan mush Selim Pashadagi bizning birdan-bir maktabimiz bo'lgan, shu Uyg'ur maktabiga olib keldim.
Uyghur milleti. Uyghur tili mektebiga ep geldim. Bu bizdinki İstanbul'da bir çoğun mektep boluşu bizning bir paxrimiz, Allah'ın bir katta nimeti. Bu mektep kelip bu iki binanı görüp, bu koradik okuğuçularını görüp, okutukçularını görüp, naydık, söyündük. Bek şundaq cinimiz yayrap getdi. Bulup mu Uyghur halkının bir-birsimizge Uygurca salam berişlerimiz. Hatta men mektepke balını şu tızımlatqını kirsam okutukçularının işxanası bolsun mu? İşxan tutup men şu koridorunu ötüp gitip balsam, assalamu alaykum dep orun turup salam qilishleri, tebessüm bilen okuğuçularının assalamu alaykum dep Uygurca sözleşleri meni şunchalik hoş qilibdi. Men onu addi tilim bilen ifadaleyemmadim hazır. Şunchalik hoş olduk. Men qancha hoş olgamsam kızım Ayşem şunchalik hoş boldu. Bu bir ay şunchalik tez ötüp ketdi. Ahir qaptilar kep qaldı, dersimi tugay dep qaldı, harflarni tunup özümü qo'shib bezishga kepdi. Lekin mektep atgan saat 9dan 1gacha, 1dan aralıqda azıraq tamaq vaxtdan keyin saat 7gacha vaqt uzun. Lekin shundaq bolsa-mı hech qandaq bir balaning "Oy men mektepga bormaydim, shaxsan o'zimning qizim, men bormaydim, zerikib qoldim" degan gapni anglamadim. Aş xushallik bilan tamoqni yeb mektepga chapadi. Bu demak çoğunumuz yana bizning Uyg'ur tilininki qanchalik o'zimizga yiqimliq anglandigini, Uyg'ur jamoatchiligining qanchalik bizga muhimligi, mening uningdan qanchalik qalbimninki xo'sh bo'lgani, farzandim men qanchalik xo'sh bo'lsam farzandimning shunchalik huzuri og'anligi bu tildan men shuni his qildim. Vaqt nihoyatda jiddiy bo'lib qoldi. Yetkab qolganlik uchun ham shu 1 oylik plan bilan ketdik ekanman. Mektepni, mush mektepga moddiy va ma'naviy jihatdan destek bo'lgan bütün xalqimga, o'qituvchilarga shu maktabda xizmat qilayotgan o'qituvchini tatib, tozliqchi, oshpaz hammasiga mishadin Allohning salomini yo'llayman. Hammasini Alloh rozi bo'lsin. Ularning xizmat qilayotgan xizmatlari shunchalik bizni rozi qildi. Biz rozi, xalq rozi bo'lganda albatta Alloh rozi bo'ldi. Bu maktab bizning bir faxrimiz bo'ldi. Her bir mektepni aldın ötken vaqtda shundoq söyündüm. Xuddi bir Sharq Turkistonning bir parchasini ko'ryapman, bir kelgusini ko'ryapman bu mektepden. Allah razı olsun bütün o'qituvchilardan, shu yerda xizmat qilayotgan hem o'qiyotgan o'quvchilardanmi ularning qalbi shundoq shodlik to'lgan holda shunda o'qib o'tibdi, xushallik, tabassum, bir-biriga salom berish, cho'nglarni hurmatlash, ya'ni bizning xalqimizda o'rtaq bir ota-bobomizdan qolgan bir go'zal axloq, dinimizni biz haqiqiy yashab o'tibdik. Yana o'zimizning nima deyman, vatanimizni, ota-onamizni o'rgangan urf-odat hammasini men bu yerda ko'rdim. Ama o'zimning oddiy tilim bilan yurak so'zimni ifodalay dedim. Xushalligimni basamağanligim uchun chuqur bir inson Allohning bergan bir ne'matini so'zlashning o'zi bir ibodat bo'lganligi uchun men bu yerda so'zlab qo'yishni o'yladim. Alloh hammasini rozi bo'lsin. İnşallah Allah kelar yilman Allah ömür bersa balla ta'tilga chiqqandan keyin chuqum 2 oylik yoki 3 oylik plan bilan kelaman. Shu vaqt o'zimning qo'limdan kelishi shu maktabga bir hassamni qo'shaman degan maqsadni qildim. Shu kunlarga yetkazsin. İnşallah. Bu ana tilimiz bek muhim. Shunga o'xshash bu bizning muajirat jarayonida nurg'un ortiqchiligimiz bo'lgandek, nurg'un kamchiliklarimiz bo'lyapti. Masalan, uyda shaxsan men o'zimning tajribamni deb o'tab ketdim. O'zimizning saptiliq Uyg'ur turkchini aralashtirish, arabchini aralashtirish deganda kamchiliklardan xoli bo'lmayapmiz. Mushlarning hammasiga bir xotima bersak, texmi biz ana tilimizni saqlab qola olamiz. Hozirgi shu oxirgi 3-4 yil jarayonida noiti tilimiz, vatanimizga nurg'un tilimizni yo'q qilish, Uyg'ur xalqini yer yuzidan yo'q qilishdan iborat bu Xitoy tajovuzchilarininki bu zulmiga bir xotima berish faqat o'zimizning har bir Uyg'urning bir mas'uliyati, bo'ynimizning burchi. Faqat ona tilimizni saqlab qolgan vaqtimizda biz haqiqatan oldimizga qarab manga olaymiz deb o'ylayman. Yuqorida men nurg'un ortiqchiliklarimizni so'zlab keldim. Shuningga aytib biroz o'zimizdagi kamchilik, o'zimizda saqlanib kelayotgan bir yomon illatlarni so'zlab qo'yishni majburiyatim deb o'ylayman. Albatta biz onalar bo'lib ona tilini farzandlarimizga sap til bilan so'zlash dedim. Buning bilan cheklanib qolmaydi bizning onalarning burchi.
Ballarınki, mesela ailede bizninki naiti vazifemiz ağır. Evet. Mesuliyetçiligimiz naiti ağır. Şunun için Allah Teala cennetlerini bizim ayaklarımızdan astıda. Cennet alınanların ayaklarının astıda dedi. Bu bir mukaddes vazifeni Allah bizge tapşırdı. Elhamdülillah. Şunun için biz bu vazifeni fakat ana tilini ügütüp kıyaş bilelim, ana tilini sözlep kıyaş bilelim. Çekilinip kalmaydı. Bizim vazifemiz naiti ağır. Mesela balımızın ettigellik uzuklanışı, kiyim giyişi, pakızlığı, aileni pakiz tutuş, şu bizninki kelgüsü, vatanninki kelgüsü perzentlerimiz için bir yaxşı muhitni yaratıp beriş, texmi bizning bir muqaddas vazifemiz bu. Ama şunun için kirib ketidi. Fakat bizning vazifemiz ağır. Men demoqchiman, vazifemiz ağır. Lekin bu vazifalarimiz ağır deb biz voy yerib ketdim, charchab ketdim, voy men ajab bir men bu manchi balni to'p qo'yib manda qilib ketdim. Buning hammasi ajr yozilib mangdi. Men shuni his qildimki, shu kelganni yoq atdiganni qo'paman, namozdan kelib balni tayyorliqqa o'tib ketaman. Yerib qolamiz, albatta biz ayol yerib qolamiz, lekin buning hammasi ajrini o'ylagan vaqtida boshqa ruh keldi bizga. Shaxsan menga shundaq men to'xtabdi, men buning hammasi ajr yozilyapti deyman. Shundan boshqa jonlanaman. Shuning uchun men o'zimniki shu hissiyotlarimni shu ekran oldida o'tirgan onalarga tavsiya qilaman. Bo'lsam ish ballarni maktabda atdiganlik ozuqlanishdan kechdi yatgandan tortib masalan yatgan yerlarini pokiz yetishidan tortib ham yana ratlik qilib atdiganda balni qo'pgan namoz qo'pgan vaqtida tarat ilishlari atdiganlik noshitliqlarni hammasi sog'lom mayli bizningki dasqinimiz oddiy soddiy bo'lsinmi shunga sog'lom bir balga yeshilliklarni atdiganda noshitliq sog'lom bir noshitliq tayyorlashdan tortib ballarni ratlik pokiz maktabga evatishdan tortib bir kunlik bütün faaliyeti biz analarninki tirishchilikqa bog'liq deb o'ylayman. Onunga masalan oilaning pokizligi, ratlikligi, uyning havosini almashtirish, din tortib buning nurg'un ishlar kirgitdi. Men o'zimni faqat bir hayot tajribamni ozroq so'zlab o'tib ketmoqchi, bu yerda men hech kimga bir dars o'tmoqchi emas. Faqat bizning vazifamiz ağır, lekin bu naytiligi hemiz katta ecri izildamdı bizim. Her bir qilgan işimiz, hatta uyimizni bir süpüge bismillah süpelsek, balımızı bismillah tamak etsek, hemiz ecrin deb, yani ecir deb qilgan vaqtda bu bizga hech qachon bir horg'inlik his qildamaydi. Shuning uchun balalarımızın bizning farzandlarimiz, Uyg'ur farzandlarimiz bizning kelgusimiz. Vatanning kelgusi biz izbasarlarimizni cho'qim yaxshi bir nasl qoldirishimiz uchun bununla acayip bir pidakarlık getidi. Pidakarlık getidi. Anı buluş için pidakarlık getidi. Fakat biz bir kursuğa balımızla apırıp koyuş bilen, onu yatılığı yatkızıp koyuş bilen, məlum bir insanlığa tapşırıp koyuş bilen, biz vazifemiz bilen ada kılanmayız. Bu jarayanda çok anışılığına masış gerekçi. Bizde yeni bir kemçilik, severlik ütüvatı da hazır. Mesela ballarımızın yatılık, mesela bir mekteplerge yatılık bir yervatımız. Balımız şu yaşka keldi mi kemdi, şu yaşka doğru keldi mi? Benim balam şu yatakta yatsa, özünün hacıdını çıqalamdı. Şu yatakta yatqıdak bir balamda bir neymi bağımı, tecrübe bağımı diyen nəs emas. Aşağı apırıplı qoysam, deydiğen özünün məsuliyyətini qaçıdığan mandaq bir işlamı xali bulanmavatımız. Benim tavsiyem şu yaş analarımızga, menimki çin jürgümlük tavsiyem herkes tanqid deb oylamanlar. Men bu yerda hech kimga dars o'tashak, tanqid nimasi emas, o'zimning tajribalarim bir tavsiyam deb o'tib ketaman. Cho'qim maktab bilan o'qituvchilar bilan moslashish, uyga kelgan nima ish qilding, nima o'rganding, balam sen nima yeding emas, nima o'rganding, o'qituvchilarni yaxshi ko'rdingmi, o'qituvchilar nima berdi sana, nima deyishdinglar deb ota o'qituvchilar balaning bo'lgan dialogidan tortib, balalar biz so'ramasaqmi, kapli somkasini qo'yib shunda so'zlab ketadi. Bugun anda bo'ldi, manda bo'ldi deb hamma jarayonni maktabga bir kunlik faoliyatni bizga so'zlaydi. Shu vaqtda voy bol tamoqni ya qulog'ini yuvib deb balani ishlamay, ashnaga nayt quloq berib tinsak, ajoyib bir huzur olamiz. Shu balaning bir kunlik maktabdan nima ish qilganligini biz bilamiz. Shu orqali biz maktabga o'qituvchilar bilan, o'zimizning bolalar bilan ajoyib bir yaxshi bir bog'lantı qura olamiz. Shu munosabat, bir yaxshi bir go'zal bir munosabat qura olamiz. Shundaq qanda biz bolalarımızın kelgusini ko'ra olamiz deb o'ylayman.
Bu bek mühim. Her bir atani özünün məsuliyyətindən qaçmasıq gerek. Biz öydəki məsuliyyətimizni ada qılğan vaxtımızda, məktəbdəki oxutucular özünün məsuliyyətini ada qılğan vaxtda anandikin biz oylayan nəticəyə erişə alayımız. Balımızın kütken nərsini çoxum biz körümüz, nəticəsini körümüz dep oylayma. Birge ballarınki çoxum ulanın yaxşı gördü, nimini yaxşı gördü. Edebiyat yaxşı görəmdi, yoki tilg'i qiziqamdi, Qur'onni qiziqamdi. Ballarning qiziqishi qarab turib, ballarning tanlash huquqiga biz atalarga aytdi, hurmat qilishimiz kerak ekan. Bu mening hayot tajribam. O'zim qisqa bir so'zlab o'tib ketdim. Analar nayt tirishchanlik ko'ksimiz kerak. Bu biz Uyghur analari hazır nayt bir vaxtımız yok desek bulduçu. Nayt bir ciddi. Biz hazırmış bir qancha yil ichida balalarımızga vaqt 1 minut nayt ciddi to'xtabmış balam 5 minut için nemish qildi. Balam nemish qildi, nemi yedi, nemi kiydi. Hatta men o'ylaymanki har bir Uyg'ur ana balaning badani kiygan kiyimning balaning badaniga rahatlik berdi bermidi. Ben balamga nemi kiygizip koydum. Talağa çıkan vaxtda şu balamninki üstündeki bedenini ya ki çaktı mı, rahatlık verdi mi degen aşında inçke bulanın hemmisi balının sağlık, balının tən salametliği yaxşı. Boğa vaxtda da etdigellik naştılığı, akşamda yatkan yerleri, öyünün tazlıqıdan tat. İşte inçki meselelerde biz nayt özümüz qattiq ıslah qılğan vaxtımızda biz hiylik oylayan məqsədki yetələyimiz deb oylayman. Biz əzəldə dinimizə bir bağlıq bir millət, dinimizə nayt dinimizin söyən aşındaq bir millət. Bizim qinimizdə var dinimizni yaxşı görüş. Şunun üçün ballağılıqı, din cəhətimi qattiq besim qılmay, nayt erkin, dinli, bizden İslam'da nayt erkin bir din. Bir hür din. Şunun için ballağılıqı dinni, bir zalim dinde köktüp koymay ulağa, vay can bu İslam diniga mındaki emas, həcəb bir güzel dinken bu degen nəsini ballarımızı görüşümüz gerekçi. Şunun için ben ekran aldık ki anılağa tavsiyerim. Ballar bilen köp muңdişaylı, ballar bizden dostumuzken. Ben oylayman şu 2 gün jarayanda balların denizge et çıktım. Çoğlar bilen ben bir ay jarayanda Selim Paşa turup ben çoğlar bilen anca bek billi bulmadım. Çünkü huzurlu ben küçük ballarını aldım ki. Öyde onları tamak etip beriş, mektepten kelgen tapşırıklarını işitiş, deniz boylarına berip aşağıda oturup keliş, yollarda aşağı hemmisini bular acayip bir biz kızıvağıdak bir baylık bulken ballarının kalbide. Çünkü olaylıqı kalbi sapap bakız bir kalbi boğan kim bulanın biz asli huzurni şu perzentlerimizden aldık ekanmiz. İyilik biz psixologimiz bek buzulup ketdi. Vay biz mındaq acayip bir mındaq zulüm çekip ketdik. Qandaq qılama, vay andaq hazır hemme adam bir-birimizin çapımızın peştekkesi xapılap ketdi men andaq mındaq psixolog doktorga ketsem aqdab qaqşaymiz hemme bir hazır bir ortamda bir qaqşaş baçı. Ben şunu his qildim ki bir ay jarayanda özüm aytdim şu perzentlerimizle muңduşup şular bilen bir bağlı şundaq bir yaxşı bir münasibetni, dostluk münasibetini kurup alsa bularning kalbi şunchalik pak bo'lganligi uchun biz bular qalbimizni pokizlaydi ekanmiz. Qalb bizning qalbimizni tozalaydi ekanchu. Haqiqiy bir mehr muhabbatimizni, onaliqimizni, haqiqiy bir mehr muhabbatimizni bergan vaqtimizda anandikin ularning qalbidagi boylikni biz qazolaydi ekanmiz deb o'yladim. Har vaqt bolalar besim emas, ularning sap qalbiga yaproqdek bo'ldi bolalarning qalbi. Shuning uchun ularning qalbini imqimay ben psixologim buzilib ketib har vaqt ularga hujum qilmay, bolalarga ait go'zal axloq bilan yiqilsak, biz kelgusimizni cho'qim ko'ra olamiz. Bizning aziz vatanimiz bizden kütüvatkan ata-anamız, qeyrindaşlarımız biz için bedel töləvatkan Uyghur xalqımızga biz perzentlerimiz bilen biz yaxşı cevap qaytara alayımız degan bir narsani his qildim men. Ahırda men Uyghur xalqımga şunu demekçimen. Yanıla çöglep gep yani bizning Uyghur tili to'g'riliq to'xtalma. Biz dünyanın her qaysi muhacirat yaşavatımız. Biz kelgan 15 yıl jarayonida men oxirgi 5 yilda bizning ajoyib yaxshilar bo'lyapti. Alloh bir katta ne'matlarni bizga beryapti. Shunday yaxshi fursatlar bor. Masalan, men o'tgan bir xabarda ko'rib qoldim, O'rta Osiyoda ana til maktablari bor ekan, nihoyat yaxshi faoliyatlar bo'ldi ekan. Avstraliyada bo'lsin, masalan,
Avropalarda bolsun, bizning Uyg'urlarga ait yaxshi xizmatlarni qilyapti. Ayni bizning Turkiyaga o'xshash dunyoning har qaysi joylarida Uyg'ur tilimizni saqlab qolish uchun maktablar ichilyapti, yaxshi xizmatlar, yaxshi faoliyatlarni qilyapti. Uyg'urlarni haqiqiy dunyoga tanıtyapti. Shuning uchun bizning yana nurg'un bo'shliqlar bor. Yani nurg'un bo'shliqlar bor. Bu yani biz o'zimizning tirishchiligimiz bilan bu bo'shliqlarni to'ldiramiz inshaalloh. Shuning uchun yana men shu dunyoning har qaysi joylarida Uyg'ur tili uchun, o'zimizning madaniyati uchun xizmat qilayotgan barliq ustozlarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Texim ular xizmatlarga cho'ng-cho'ng utuqlar tilayman. Allohga omonat bo'linglar. Rahmat edi, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Avar qilib qo'ydingiz. Shunda hurmatli ko'rganlar, hozir vatanimizda Uyg'urlarning Uyg'ur tilini yo'q qilayotgan mush mezgillarda muhojirat yashayotgan bizlarning Uyg'ur tilimizni, ona tilimiz bo'lgan Uyg'ur tilimizni saqlab qolish uchun elimizdan deb o'tgandek oldi bilan uyimizni boshlab sab Uyg'ur tili ishlatib, qo'llab qilishimizga tirishimiz kerak deb o'ylayman. Bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qadam ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.